taklif qilamiz. Diana Tagabergenova, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Va alaykum assalom, raqam tanlaymiz. Ikkita qoldi. 14. Hakamlik qilgan. 14. Shukrulloh. Voy. Bir daqiqa vaqt ketdi. Yana sizga 2 daqiqa. O'zbek adabiyotning zamonaviy vakillaridan biri hisoblangan o'zbek yozuvchisi Shukrulloh adashmasam Toshkentda tavallud topadi. Uning eng mashhur asarlaridan biri Kafansiz ko'milganlar asaridir. Mana shu asari shu topar tanomning ro'yxatiga ham qo'yilganiga katta e'tirof hisoblanadi. Shukrullohni 1951 yili uning she'rlaridan ayb topib nahot qamaladi. Shuningdek, bu boshqa yerlarga Sibirga surgun qilinadi va Sibirga surgun qilingan paytida ham uning u kasal surgunda yurgan paytlari kasal bo'ladi. Bir qancha insonlar bilan bu yerda tanishadi. Shuningdek, Shukrullohning eng mashhur asarlaridan biri bu Kafansiz ko'milganlar hisoblanadi. Kafansiz ko'milganlar asarida Shukrulloh Yusupov o'zining o'sha qamoqqa olingan yillarini tasvirlab bermoqchi bo'ladi. Shukrulloh o'zining mana shu asarida o'zining Sarson sargardonlikda yurganligi, shuningdek o'zining xolasining o'g'li bo'lishi Baytullohning yaxshi advokat bo'lganligini tasvirlab beradi. Hattoki do'stlar mushkillar bilan ham Baytulloh xat yozishgan deb aytib o'tadi. Shuningdek, mana shu asarda o'zining jiyani Badriddinni va o'zining ayolining 6 yoshdan boshlab darbadarlik kunlarini boshdan kechirganligini tasvirlab beradi va ayolning otasi ham mana shu shahrida surgun qilinib boshqa yerda vafot etishi asarning g'oyasi insonni umuman olganda ozodlik, erkinlik, mustaqillik, Yok, 50 koyar. Shoir u she'rlardan aytish kerak edi. Zo'r she'rlar yozgan. Usmon Nosirni o'ziga ustoz deb bergan. Vaqtimiz tugadi. Shoir. Bundan boshqa Traktor degan romanlarda o'sha asarlar she'rlarni, boshqa narsalar, ijodiy faoliyatni qayerlarda ishlagan degan ma'lumotlar va kerak bizni baho qo'yadigan jadvaldagi bunga bag'ishlangan she'rlar bor. Ishlari tushibdi desam Shukrulloh, shirinlik vajiga o'ch emas edi deb o'qib boshlangan og'ir javob olsam yondim. Bu bilan birga boshqa adiblar, boshqa adiblar ularni ikkinchi Qahramon davrida duch kelgan 50-yillardagi o'zining uloqlari ko'p. Buni batafsil tushunsangiz, hozirgilar orasiga yaxshiroq baho qo'yishingiz mumkin edi. Men 40 ball qo'ydim. 40. Umumiy ball 41 3. 43. O'rda 3 ballingiz bor. Ishtirokingiz